Assalomu alaykum muhtaram xonimlar va janoblar. Barchangizga yoqimli xordiq onlarini tilab, bugungi konsert ijodkorlari dastur davomida quyidagi shartlarga rioya qilishingizni iltimos qiladi. Bir o'rindiqqa 2 kishi o'tirmasligini, uxlab o'tirmaslikni, turli yegulik va ichimliklarni iste'mol qilmaslikni, kulayotganda yonidagi hamrohning tizzasiga urmaslikni, uyali aloqa vositalaridan foydalanmaslikni iltimos qilamiz. Alo, naxos qo'rim. Sizlarga yoqimli xordiq onlarini tilaymiz. Alo, o'zi qo'raman? Kutib tur. Marhamat qilib konsertimizni tomosha qiling. Assalomu alaykum bolajonlar. Assalomu alaykum. Kim navbatchi? Bugun men navbatchi. Bugun 30-sentyabr 2025-yil haftaning seshanba kuni. Informatika darsi, uyga vazifa, algoritm tuzish berilgan. Xo'sh, sinfda kim yo'q? Sinfdoshim Mirjamol kechikib kelar darsga. Shuning uchun bahoni doim olar u qarzga. Shu bola doim kechikib keladi-de. Mayli, o'tiringlar. Xo'sh, uy vazifalari bajarildi-mi? Ha. Kim bajardi? Men bajardim. Bugun men dars. Nima haqida algoritm kelding? Bugun men darsga kofe tayyorlash algoritmini tuzib keldim. Ertalab kofe ichgan dursan-da, qara. Boshlaydi. Stakanni olamiz, bir choy qoshiq kofe solamiz, 2 choy qoshiq shakar solamiz va 1 choy qoshiq quruq sutni solamiz. 100 mg suv solamiz va aralashtiramiz. Qarabsizki, kofe tayyor bo'ladi. Rahmat. Elnur, darsga doim kechikib kelarding, xo'sh. Sen ham algoritm tuzib keldingmi? Ustoz, men ham tayyorladim. Xo'sh, nima haqida algoritm tayyorlading? Ustoz va murabbiylar kuniga bag'ishlangan bayram tadbir rejasini algoritmini tuzdim. Xo'sh, qani so'zlachi? Men gapirmayman, amaliy ko'rsataman. Qani ko'rsatchi? Diqqat! Ustoz va murabbiylar kuniga bag'ishlangan bayram tadbirini ochiq deb e'lon qilaman. Assalom O'zbekiston, yurtim farovon. Assalom ustozim, qalbi charog'on. Assalom tarbiyachim, qalbi bir daryo. Assalom o'quvchi, orzusi dunyo. Assalom ustozlar, mehr daryolar. Ilm fan bog'ida asl donolar. Bugun qarshingizda yosh shogird bo'lib, yuraklari lim-molim, zavq shavqqa to'lib. Mamlakatimizda qadimdan ustoz va murabbiylar sharafli kasb egalari sifatida ulug'langan, el-yurt e'zozida bo'lgan. Ayniqsa mustaqillik yillarida ularning sharafli va mashaqqatli kasblari yanada qadr topdi. Birinchi prezidentimiz Islom Karimov tashabbusi bilan 1997-yildan boshlab yurtimizda 1-oktyabr o'qituvchilar va murabbiylar kuni sifatida keng nishonlanmoqda. Bu esa ustozlarga ko'rsatilayotgan yuksak ehtiromdan darak beradi. Aziz ustoz va murabbiylar, sizlarni kasb bayramingiz bilan chin yurakdan shogirdlaringiz muborakbod etadi. Siz aziz murabbiylarga qalbimiz nurisiz, aziz ustozlar deb nomlangan musiqiy badiiy sovg'amizni taqdim etamiz. Marhamat, tinglab tomosha qiling.
Porlagan qaroqdan sachraydi ziyo. Nur sochgan hilolsiz dunyoga go'yo. Bu kun ta'zimdadir sizlarga dunyo. Bayramingiz muborak aziz ustozlar. Mehrlar tuyaman ko'zlaringizdan. Dur ganj topaman so'zlaringizdan. Yog'dular yog'lar yuzlaringizdan. Bayramingiz muborak aziz ustozlar. Ustozlarni tabriklash uchun so'z navbatini Nurli maskan maktabi internati rahbari Safarov Rustam Do'stlarovga beramiz. Marhamat. Siz. Assalomu alaykum. Hurmatli bolajonlar, hurmatli ustozlar. Haqiqatan ham so'nggi yillarda ustoz maqomini ko'tarish, ustoz mavqeini oshirishga alohida e'tibor qaratilyapti. Buni nafaqat so'zda, nafaqat ma'nan, balki moddiy jihatdan ham qo'llab-quvvatlovlarda biz ko'ryapmiz. Hech kimga sir emas, bundan bir 10 yil, 5 yil oldinlar aynan shu 1-oktyabr bayramlarimiz paxta dalalarida o'tardi. Va mana shu paxta dalalarida ustoz qanaqadir e'tirof etilardi. Lekin mana shu bugunlarga yetib keldikki, ustoz mavqei oshirilyapti. Ularni nafaqat ma'naviy jihatdan, balki moddiy jihatdan ham qo'llab-quvvatlanyapti. Hozir bir qancha jamg'armalar tashkil etilyapti va mana shu jamg'armalar orqali qo'llab-quvvatlovlar, o'qituvchilarni o'sha milliy sertifikatlar, boshqa imtiyozlarni qo'lga kiritish uchun turli xil shart-sharoitlar yaratilyapti. Hurmatli ustozlar, haqiqatan ham xalqni, elni qutqaruvchi kuch bu ustozdir. Agar ustoz to'g'ri bo'lsa, mana bugun biz hozir Ibrohim aka bilan bir tadbirdan kelyapmiz, respublika tadbiri. U yerda ham ustoz to'g'risida bir qancha iliq fikrlar bildirilyaptiki, bu davlat siyosati darajasida ta'lim milliy harakatga aylandi va bu milliy harakatni harakatlantiruvchi kuchi esa hurmatli ustozlar, bu sizlarsizlar. Agar ustoz to'g'ri yo'lda bo'lar ekan, o'z-o'zidan jamiyat to'g'ri yo'lda bo'ladi. Va mana shu jamiyatni qo'llab-quvvatlayotgan siz aziz ustozlarga mana shu bayram ustoz va murabbiylar kuni muborak bo'lsin. Har doim shogirdlar ardog'ida bo'lib yurish hammangizga nasib qilsin. Hech qachon g'am ko'rmang. Oilangiz tinch, yurtimiz tinch, muassasamiz tinch bo'lsin. Oldimizga qo'yayotgan marralarni har doim oshig'i bilan bajarish nasib qilsin. Shogirdlarimiz shu muassasamizni, Nurli maskanimizni shogirdlari nafaqat respublikada, shaharda, balki dunyoda bizning ta'lim muassasamizni nomini ulug'lar ekan, bu biz uchun iftixor bo'laversin. Va mana shular bilan doimo faxrlanib yurish hammamizga nasib qilsin. Hurmatli ustozlar, haqiqatan ham oddiy muassasada ishlash bir mashaqqat bo'layotgan bo'lsa, siz aziz ustozlarga 2 karra mashaqqat. Chunki bu aziz bolajonlarga dunyoni tanitish, dunyoni tasavvur qildirish va dunyoda o'z o'rnini toptirishga berayotgan mashaqqatli mehnatingiz. Buni qancha e'tirof etsak, qancha ta'riflasak shuncha kam. Hurmatli ustozlar, har doim elli ardog'ida, yurtni ardog'ida shogirdlarni kamolini ko'rib yurish hammangizga nasib qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, bayramlar muborak bo'lsin. Ruxsatinglar bilan so'zimni davomi sifatida bir mehmon chaqirganmiz. Bugun aynan mana shu tadbir tashkilotchilariga va tadbirni ssenariysidan kelib chiqib ko'rgan boshladinglar. Ssenariy asosida baddiy ko'rinishda olib borilyapti. Bugungi tadbirimiz sal boshqacharoq qilib, aynan shuni baholash va qolaversa shunga bir baho berish maqsadida Ibrohim aka Rasulovni kino rejissyor, Xalq deputatlar kengashining deputati, Milliy tiklanish partiyasini faol a'zolaridan ruxsatinglar bilan bulardan ham biroz yana bir bor bayramingiz muborak bo'lsin. Ibrohim aka. Rahmat, Rustam aka, rahmat. Men juda ham xursand bo'ldim. Rustam aka bilan biz o'sha katta bir Milliy tiklanish partiyasining tadbirida qatnashdik. Qaytishda bugun menda ham tadbir bor deb qoldilar-da.
Men avval ham kelganman, bu tadbirlarda qatnashganman. Juda xursand bo'lib ketganman. Judayam mana hozir kichkina o'g'limiz Elbekjon, mana qizlarimiz haqiqatdan ham haligi manaman degan o'sha Nihol mukofotini olgan taniqli aktyor, aktrisalardan kam joyi yo'q. Judayam talantli yigit qizlarimiz ko'p ekanda bu yerda haqiqatan. Kelganimga yana ham xursand bo'lib ketyapman. Bularni chiroyli, kayfiyatni ko'taradigan mana ustozlari bilan boshlashgan sahnalarni ko'rib, yana bitta narsani men hozir o'zim uchun belgi qilib qo'ydim, Rustam aka. Yusufjon qiziq Shakarjonov xalqimizning eng buyuk o'sha qiziqchilik, askiyachilik san'atining ustozi bo'lgan ustoz haqida davlatimizning rahbarini alohida farmonlari, qarorlari bilan ana shu filmda, tarixiy filmda olish menga topshirildi. Ana shu filmda ham ba'zi bir chiroyli bir sahnalarida mana shu o'g'il qizlarimizdan foydalanib tarixga muhrlaymiz. Xudo xolasa. Juda chiroyli tilaklarimiz hammasi bugun aziz ustozlarimizga. Bizki nimaga erishgan bo'lsak, yana nimalarga erishmoqchi bo'lib harakat qilayotgan bo'lsak, barchasi hammamiz ham ustozlarimizni mehnati. Mana bu yerda bolajonlarimizni chiroyli ko'rinishlar qilib berishyapti. Mana shu yerda o'tirgan ustozlarning mehnati. Bor bo'linglar, sog' bo'linglar. Millatimizni ertangi kun uchun mana shu farzandlarning tarbiyasi haligi Milliy tiklanish partiyamizning rahbari bekorga aytmadi. Bugungi yig'ilishda ham. Haqiqatan ham O'zbekistonda ertasi uchun eng katta kurashda olib borayotgan siz aziz ustozlar bo'lasizlar. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Tez-tez sizlar bilan diydorlashib, xursandchiliklarda sizlar bilan birgalikda uchrashib turish bizga ham nasib qilsin. Omon bo'linglar, sog' bo'linglar. Bayram muborak bo'lsin. Ustoz, mana siz 1 minut vaqt. O'tiraman. Ustoz, mana siz boshqa ilm maskanlarida ishlagansiz. Hozir Nurli maskan maktab rahbarisiz. O'quvchilik yillaringizda qaysi fanlarga qiziqqansiz? Endi o'quvchilik yillarim haqiqatan ham bir chekka bir qishloqda o'sgan. Har bir fan men uchun qiziq bo'lgan. Birinchi yo'nalishim bu tabiiy fanlar va matematika bo'lgan. Keyingi yo'nalish bu tarix va ijtimoiy fanlarga ketganman. Bu ham qaysidir ma'noda bitta narsani izoh bergan bo'lardim. Bu ustozga bog'liq. Ko'proq yo'nalish tanlashimiz ustozga bog'liq. Rahmat. Bugun bayram, tilimda bir so'z. Omon bo'ling, bor bo'ling ustoz. Qaddingizga tegmasin hech ko'z. Omon bo'ling, bor bo'ling ustoz. Omad tilab bizga qarishda, ezgulikka ulaysiz rishta, yer yuzida tirik farishta. Omon bo'ling, bor bo'ling ustoz. Ko'ngillarning xushxon bulbuli, pok dillarning eng ko'rkam guli, yaratganning iymonli quli. Omon bo'ling, bor bo'ling ustoz. Umr ne deb bersalar savol, siz degaysiz yasha pok halol. Kimki eldir topmagay zavol. Omon bo'ling, bor bo'ling ustoz. Ulug'bekka narvon bo'lgansiz, mashaqqatda karvon bo'lgansiz, inson ichra inson bo'lgansiz. Omon bo'ling, bor bo'ling ustoz. Yonimda siz quvnaydi ko'zim, qurboningiz bo'layin o'zim. Sizga bugun eng tansiq so'zim. Omon bo'ling, bor bo'ling ustoz. Assalomu alaykum ustoz, mumkinmi kechirasiz? Va alaykum assalom. Xo'sh, Mirjamol, nimaga darsga kechikib kelyapsan? Maktabga shoshilib kelayotgandim. Shu maktab yonida sekinroq yuring, maktab deb yozib qo'ygan ekan. Shunga sekin kelaverdim. Sizlardek bolalarga mana davlatimiz ular qiynalmasin deb turib ijtimoiy taksi ham qilib beryapti. Yangi hayotda. Sizlarga shu qiyin bo'ladi-yu, ijtimoiy hayot, ijtimoiy qilib bersa-yu, bir haftada pulni ishlatib qo'yasizlar, keyin eski hayot bo'ladi, yana kechikib kelaverasizlar-da. Xo'sh, bunaqa kechikishing bo'lsa, chorakliging 2 chiqadi bola. Kundalik.comda 2 bo'lmaydi. Ustozlarim qo'ymaydi. Ustozlarim qo'yishiga tepadagi okaxonlarim qo'ymaydi. Iya Mirjalol, naqa akalaringga ishonaverma.
Xo'sh, Mirjalol, shuncha yil o'qiding maktabda. Hammasi bir kasb yo bir fanni o'rganib ketishyapti. Sen nima o'rganding shuncha yil o'qib? Men ham o'rgandim. Misol uchun, musiqa maktabiga borib qo'shiq aytishni o'rgandim. Hozirda inklyuziv ta'limda aktyorlikka qatnashyapman. Xo'sh, bolalar musiqa maktabiga qatnashib, kuy chalishni, qo'shiq aytishni o'rganyapti. Sen ham qo'shiq aytishni bilasanmi? Ha, bilaman. Maktabda gullarchaman, men darslardan qochaman. Ustozlarim muloyim, shunday bo'lsin doim. Ustozlar bo'lsa muloyim, shogirdlar foydalanishar doim. Ustozlar bo'lsa qattiq, orqasidan gapirishar achchiq. Ustoz bo'lsa agar beozor, bolalar sinfni qilishar bozor. Kerma manmanlik bilan o'rnida turgan qoshni, el sevar odamdagi sabrla bordoshni. Xo'sh, aktyorlikda nimani o'rganding? Aktyorlikda biz hozir kasblarni taqlid qilishni o'rganyapmiz. Hozir men sizga ustozlarni taqlid qilib bersam bo'ladimi, ustoz? Xo'p, ustozlarni boshlang'ichmi, ona tilimi? Yo'q, shu matematiklarni taqlid qilgan, o'zim matematik bo'lganim uchun qolganlarni ko'ngliga tegib qolmasin. Mayli, boshlay qol. Salom bolalar. O'tiringlar. Oysara, hammaga farosat tarqatayotganda sen qayerda eding? Zvachkani partiyaga olishtirma, chiqindiga tashla. Xo'sh. Oralaringda uyga vaysmani qilganlar bormi? Biluvdim, senlar vechna qilmay kelasanlar. Mayli. Jimotirlarning yangi mavzuni yozamiz. 30-sentyabr trigonometrik ayniyatlar. Birinchisi, sinus kvadrat alfa qo'shib kosinus kvadrat alfa teng 1. Hamma yozdimi? Tezroq yoz. Hop, ikkinchisiga o'tamiz. Sinus alfa taqsim kosinus alfa barobar tangens alfa. Qolib ketganlar yo'qmi? Keyingisiga o'tamiz. Hop. Kosinus alfa taqsim sinus alfa teng kotangens alfa. Hamma yozib bo'ldimi? Nurbek! Men senga necha marta aytdim? Dars boshidan beri telefoningda turibsan. Telefoningni berchi bu yoqqa. Ota-oning 4 million shtraf to'lab direktordan oladi. Qoyil. Shuncha yil o'qitib bitta tarif, bitta teorema yodlata olmagandim. Yangi pet texnologiya deb shuni aytsa kerak-da. Ertaga sen Pifagor teoremasini shunday tayyorlab kelgin, yana bitta 5 qo'yaman. Bo'ldi, ustoz. Salomat bo'lgin. Tunlar bedor, izlab nur ziyo, igna bilan choq qazir go'yo, 30 bola, 30 xil dunyo, oson tutmang ustozlarga, taraqqiyot yo'lida mamnun, el yurt uchun ishlar tunu kun, mas'ul ular kelajak uchun, oson tutmang ustozlarga. Ilmim yuksak parvozim desa, maktab ulug' dargohim desa, quvnang bola ustozim desa, oson tutmang ustozlarga. O'qib o'rgan deydi u takror, mehri daryo, qalbi ulug'vor, g'iybat qilmang ortidan bekor, oson tutmang ustozlarga. Bizlar uchun tarbiya hayot, yo halokat, yo bir najot, avloniydan qolgan bu bayot, oson tutmang ustozlarga. O'tar dunyo, o'tadi umr, topsin axir halovat huzur, aytdim qo'ydim, ming bora uzr, oson tutmang ustozlarga. Mehr ham, shafqat ham qalbingizda but. Na ranj, na xorish, ohu nolalar sizning qarshingizda saqlaydi sukut. 60 ga kirsa ham shogird bolalar. Assalomu alaykum, ustoz, mumkinmi? Va alaykum assalom. Mumkin? Ha, ustoz, bular bitiruvchi sinf ekan. Biz taqdimot o'tkazayotgandik. Bularni qaysi oliygohga topshirishga yozib olishim kerak edi, maylimi? Bemalol. Rahmat.
Sizni familiyangiz qaysi oliygohga o'qishga topshirmoqchisiz? O'rinboyev Risolat, Milliy universitetning fizika fakultetiga. Yaxshi. Sizni familiyangiz va qaysi oliygohga o'qishga topshirmoqchisiz? Nurdona Karimqulova, Ona tili adabiyot Milliy universitetining. Sizni familiyangiz va qaysi oliygohga o'qishga topshirmoqchisiz? O'rinov Shahriyor. Men maktabni bitirgandan keyin Milliy universitetning rus tili filologiyasiga topshiraman. Yaxshi, nimaga hamma milliyni tanlab olsizlar? Milliydan boshqa oliygohlar ham bor-ku. Misol uchun Narxoz, Nizomiy, xohlovchilar uchun TTZ ham qabul qiladi. Sizchi, siz qaysi oliygohga o'qishga topshirmoqchisiz va familiyangiz? Men Berdiboyev Odil. Men topshirmoqchi bo'lgan oliygohmi? Yozing. Yaxshi, siz ham milliyga topshirar ekansiz. Men sizni boshqa oliygohga topshirasiz deb o'ylabman. Rahmat ustoz, yozib oldim. Hamma rahmat, mayli. Odilbek milliyga tayyorlanish uchun o'qish kerak edi. Yaxshisi madaniyatga kira qoling siz. Aytsam bahor yashar ekan kuz uchun. Yashayapmiz bitta shirin so'z uchun. Navoiy ham otdan tushgan siz uchun. Millatimiz qarog'isiz ustozlar, ma'rifatning chirog'isiz ustozlar. Har bolaning kulgusidan yayragan, hur bulbulsiz o'zbek bo'lib sayragan, mehr buloq qalbingizda qaynagan, sadoqatning so'rog'isiz ustozlar, yaxshilikning yonog'isiz ustozlar. Bo'z kiyib ham bo'zlamagan insonsiz. Naqshbandiy bog'lariga bog'bonsiz, Amir Temur ta'zim qilgan sarbonsiz. Ziyo mulkin bayrog'isiz ustozlar, ko'ngillarning ardog'isiz ustozlar. Bir ko'zgusiz yuzlarida dog'i yo'q, shogirdlarning sizdan yuksak tog'i yo'q. Olov o'chsiz kelib sizdan so'rar cho'g', tafakkurning o'chog'isiz ustozlar, qadr-u qimmat barmog'isiz ustozlar. Onam bergan tilni burro qilgan zot, vatan so'zin dilga imlo qilgan zot, avlodlarga jonin fido qilgan zot. Siz rost so'zning salmog'isiz ustozlar, siz oftobning quchog'isiz ustozlar. Yurgan yo'limizga lolalar sochib, deb oldingiz bag'ringiz ochib, mehribon ustozim sizga ming ta'zim, mehribon ustozim sizga ming ta'zim.
urfon qayda edi ustoz bo'lmasa? Urfon qayda edi ustoz bo'lmasa? Sohib qiron qayda, Navoiy qayda, cho'lpon qayda edi ustoz bo'lmasa? Yo'qsillar yurtiga dunyo keltirgan, sahrolar bag'riga daryo keltirgan, ul yurtdan bul yurtga ziyo keltirgan, karvon qayda edi ustoz bo'lmasa? Muallim atalgan, buyuk atalgan, ardoqlangan mudom suyuk atalgan, 6 asr avval ko'kka qadalgan, narvon qayda edi ustoz bo'lmasa? Ko'ngildan taralgay ming bitta irmoq, kunduzi quyoshdir, kechalari moq, aqlin ekib yerga ko'tarilgan tog', xirmon qayda edi ustoz bo'lmasa? U shundoq yashaydi, tug'ilgan shunday, zarrasi behisob bir siqim qumday, mardlikdan dars olgan Jaloliddinday, qurbon qayda edi ustoz bo'lmasa? She'r bitsam so'z topib g'amimni yegan, ko'ngil deb atalmish zo'r ilhom bergan, chor tomoni gulzor she'riyat degan, bo'ston qayda edi ustoz bo'lmasa? Mehr nuri yog'ar doim yuzingizdan ustozlar. Mehr nuri yog'ar doim ko'zingizdan ustozlar. Yursam deyman bu tabarruk izingizdan ustozlar. Bu tabarruk izingizdan ustozlar. Chin insonlik kitobiga baxtu hikmat bitibsiz. Chin insonlik kitobiga baxtu hikmat bitibsiz. Odob ila bilim oldim so'zingizdan ustozlar. Odob ila bilim oldim so'zingizdan ustozlar. Qalbingizni yo'q g'ubori, mehribonsiz shunchalar. Quyosh olmish haroratin yuzingizdan ustozlar. Fan bog'ining bog'bonisiz, charog'bonsiz ko'ngilga yo'q. Ming ehtirom o'g'lingizdan, qizingizdan ustozlar. Joy oldingiz bir umrga, shogird yurak to'ridan. Mo'min hayot darsin o'qir o'zingizdan ustozlar. Mo'min hayot darsin o'qir o'zingizdan ustozlar. Bilinmasgan hayot darsini chaqib berib ilm mag'zini, sizga doim shogird tahsini. Bering ilm, bering ta'lim, yosh avlodga ustoz muallim. O'qituvchi tarbiya beshik, o'qituvchi dunyoga eshik, o'qituvchi o'quvchiga ilk. Bering ilm, bering ta'lim, yosh avlodga ustoz muallim. Ming o'rgilsak kam boshingizdan, ming o'psak kam bu poyingizdan, Navoiy ham o'rgangan sizdan. Bering ilm, bering ta'lim, yosh avlodga ustoz muallim. Sizda jamdir fan taraqqiyot,
tarix el, til adabiyot, sizlar borki, yurt, millat obod. Bering ilm, bering ta'lim, yosh avlodga ustoz muallim. Shoir qilgan Ahad Qayumni, dunyolarga ketgan ismini, mohir etgan hunar kasbini, bering ilm, bering ta'lim, yosh avlodga ustoz muallim, bilim maskan hayot darsini chaqib berib ilm mag'zini, sizga doim shogird tahsini, bering ilm, bering ta'lim, yosh avlodga ustoz muallim. Hoy Elnur, qattasan. Tarafsi bo'lish bilan qochib ketasan, ha? Joyingga kelib o'tir. Elnur, bor joyingga, partaga o'tir. Odatlaring. Ustoz chiqmasdan oldin sen chiqib ketishing nima bo'ladi bu? O'tir joyingga. Bahona aytaman, uyga vazifa beraman, keyin ketaverasizlar. Endi sen tayyorlagan algoritmingga Elnur, men baho qo'ysam uyat bo'lar. Mana bu yerda Ibrohim akamiz o'tiribdi, Rustam akamiz o'tiribdilar. Shular sizlarni qilgan algoritmlaringizga, tayyorlagan rejalaringizga baho qo'yishadi. Marhamat. Qoyil. Men hozir gaplashib o'tirdim. Bu san'at institutiga borsam bunchalik dam olmaysiz. Yo, noto'g'ri gapiryapman. San'at institutida ham men hozir hayron bo'lyapman. Nimaga? Rustam aka, siz bilan biz yaqinda kinoni boshlaymiz, shu yerdan boshlaymiz. Menga boshqa joydan aktyor kerak emas. Ustozlarni mahoratini ko'ryapmiz, mana bolalarga o'tkazgan mahoratni ko'ryapmiz. Bu sizlarga katta rahmat. Bir narsaki, mana bugun sizlar gapirganda ham, qo'shiq aytganda ham, intonatsiyalar, diksiyalar tiniq-tiniqda. Biz hali kinoni ovozlashtirayotgan paytimizda qiynalib ketamiz aktyorlar bilan. Tiniq gapiring deymizda. Bu yer mana yigit qizlarimiz, bolalarimiz, qizlarimiz tiniq gapiryapti. Ustozlar sizlarga tashakkur. Umrlari uzoq bo'lsin. Bular ko'pchiligingizlar bitiruvchilarmi? Bitiruvchilarimiz, ha? Birinchi 10-11-sinflar, ha? 9 Elbek 9 mi? Elnur 11 mi? Shu Elnurni men olib ketaman kinoga. Olib ketaman. O'sha Yusufjon qiziq Shakarjon bilan birga yuradi. Bosh qahramon bilan. Baho a'lo. Bugun meni hayotimda ham esda qoladigan kunga aylandi. Ustozlar sizlarga, aziz o'quvchilar sizlarga tashakkur. Ibrohim aka rahmat. Haqiqatan ham sizdan keyin san'atga baho berish bizga emas, lekin men bir narsadan xursandman. Aniq bir narsani ayta olaman. Har doim biz tadbir boshlanar ekan, tadbir bo'lar ekan, ssenariysini o'qiymiz, boshqa qilamiz, qanaqa bo'lar ekan, nima bo'lar ekan. Kutganimizdan ziyoda haqiqatan ham Oqmurod aka buning uchun sizga va qolaversa barcha ishtirokchilarga, bu yerda sahnaga chiqqanlar va sahna ortidagilar bu o'zi emas. Men har doim aytaman. Bu sahnaga chiqib bir 4 ta jumlani bir-biriga qovushtirib, gapirib aytib berish bu oson narsa emas. Bu har kimga emas. Buning tagida xohlaymizmi yo'qmi mashaqqat, mehnat yotibdi. Mana shu mehnat uchun, mana shu mashaqqat uchun, mana shu ustozlarga bo'lgan hurmatinglar uchun sizlarga kattakon rahmat. Doimo sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hech qachon yuqori marrani olishdan qo'rqmanglar. Biz sizlarni har doim qo'llab-quvvatlaymiz. Salomat bo'linglar. Oxirida sizga kattakon rahmat. Omon bo'linglar. Yana bir bor bayramlar muborak bo'lsin. Ustozim sevaman toki hayotman. Nomingiz nur kabi saqlab pokiza. Ezgulik, haqlikni o'rgangan zotman. Ustozdan bir olib andoza. Shu bolalar tadbirdan oldin sentyabrda kelib turib menga 2 sentyabrda
Ustoz siz bilan tayyorlanaylik deyishdi. Ishonch uchun, ustoz deb hurmat qilgani uchun barcha shogirdlarimizga, o'quvchilarga tashakkur bildiraman. Birgalikda bir jamoa bo'lib turib shu narsani tayyorladik. Barchasiga tashakkur. Bizlarni qo'llab-quvvatlagan ustozlarga, tarbiyachilarga, yordam bergan barchaga minnatdorchilik bildiraman. Salomat bo'linglar. Shu bilan bugungi tadbirimiz nihoyasiga yetdi. Salomat bo'linglar. Katta rahmat. Assalomu alaykum. Hurmatli bolajonlar, ustozlar, avvalambor bayraminglar bilan tabriklayman. Chiqib endi gapirmasam bo'lmaydi, hozir o'tib ketayotib qarasa tadbir bo'layotgan ekan. Yutuqlar bilan tanishtirmasak bo'lmaydi. Hammamiz bilamiz, ba'zilarimiz bilsa kerak. Kuni kecha 3 kundan beri hali Toshkent shahrida Jahon kubogini o'tkazdik shashka bo'yicha. Para shashka bo'yicha nogironligi bo'lgan erkaklar va ayollar hamda 23 yoshgacha yoshlar o'rtasida Jahon kubogini tashkillashtirib o'tkazdik va 5 dan ortiq davlatlar taklif qilindi, tashrif buyurishdi. 40 ga yaqin sportchi qatnashdi. Aynan mana shu internetda yana bir yangi sportchilarimiz yetishib chiqyapti, bilasizlar. Yoshlarimiz chiqyapti. Oldin mana Burxonov Umurbeklar bo'lardi, Sadoqat Tulibayevalar bo'lardi. Hozirda Ilyas Aliyeva, Rushar hamda Salomov Shukurullo aynan ushbu musobaqada sovrindor bo'lishdi. 23 yoshgacha yoshlar o'rtasida Salomov Shukurullo 3-o'rinni oldi. Ilyas Aliyeva, Rushar 2-o'rinni qo'lga kiritdi. Shuni aytmasam bo'lmaydi, chunki yana bitta narsaki, qolgan yoshlarimiz ham qatnashdi, ozgina ularga tajriba yetishlari, xudo xohlasa, o'ylaymizki, undan ham yoshlarimizni yana guruhga ochganmiz, yana shunaqa natijalarga erishadi degan umiddaman. Katta rahmat. Yana bir bor bayraminglar bilan. Ustoz, sizni ham bayram bilan tabriklaymiz. Salomat bo'ling. Yutuqlar bardavom bo'lsin. Demak, rasmga tushib olamiz.